Xitoy atalmış Şinjan'a yardım berish namida mecburi emgek ko'lamini kengaytmoqda. Endi mushunda numussiz yani beşemlerce mavzu qo'yalaydi endi Xitoylar Şinjan'a yardım berish. Bu kadar numussiz, ahlaqsiz bir nimalardi. Yo, sening bütün Xitoyingni beqiyotgan, bugun Xitoyni dunyoga men dunyoga patmayapman deb ho'kirtayotgan bizning Sharq Turkistonning boyliqlari. Ya nimanga yordam bersa, xuddi biz yalangtosh, jenimizni boqolmay qolgan yani insonlardek. Ya bu kadar ahlaqsizda sen bütün kecha kunduz 24 saat xuddi adam o'ylab qoldi ba'zi yani. Her kuni bir yerdan Sharq Turkistonning mavjud milyonlagan sanoqsiz boyliqlarni 24 saat yerning osti ustidan o'g'irlab chiqayotgan va shu bizning boyliqlarimizni neft, tabiiy gaz, oltin, kumush yani aqlimizga nima kelsa u. Mushunda boyliqlarimizni sug'urib chiqib ketib, Xitoy bugungi terisiga patmayotgan, Xitoyni beqiyotgan xalqning ziminni 19 o'lkasi deb xuddi 19 o'lkasi bizga ish yog'irib kelib bizga yordam beramiz. Ya bu kadar axloqsiz nomussizlar bu ya. Ma zimin meni beqiyotdi, meni bugun samat mushunda holatga olib keldi. Numus qilishni bilay deyishning o'rniga bundaq numussizlarcha ishni talaylab qila oladi bu Xitoylar. Mushundaq paskashlarda bo'ladi. Ya insonning tini shurkunda bundaq bir zarrachilik insoniyatdan biran zarrachilik biraz qilib qolgan bo'lsa agar Xitoyda bundaq bir xabar shaklda yoki biran nimada bir bundaq bir ism bilan yig'inachishni numus qildi aslida. To'xtab turma dunyoning ko'zi bor, bilgan pan-taraqqiyot shu taraqqiyot shu qadar dunyoning hamma narsasini bilib turadigan sonliq ma'lumotlar o'tirdi. Oldida hamma odam erisha oladigan bir jahonda yashayotimiz, biraz numus qilaylik degani deyalaydi. Ammo bundaq bir axloq bo'lmag'achqa bu numussizlarda buni numussizlarcha bizga kuyingan qiyofatga, bu zamonga kuyingan qiyofatga kirib olaydi hamdi. Bu xabarning har bir qurlari insonningki ichini ko'nglini ilishtirdi hamdi. Şinjan'a kasblar orqali yordam berish. Ya millat bu yerda mecburi emgek bu yerdagi xalqni Xitoyning ashu bütün atalmış 19 o'lkasidagi shu oqqullarni bu yerdagi nurg'un shirkatlarni vatanimizga taklif qilish orqali o'sha yerda zavod qurib bu nimaning ichida hech qaysini Şinjan'a kasblar orqali yordam berish nomida Xitoy shirkatlarini Sharq Turkistonga ko'chirish to'xtamlarini qilgan hamda. Bu yer ko'chirib akilib, bu yerda mecburi bu xalqni qul qilib ishiltmaymiz. Çünkü bu to'xtamning ichida nima debpa mush yordam berish turli nurg'un hech qaysini tilg'og'im yo'q. Nima deydi o'sha yerda? Eng muhim imzolarning ichida kelishimlarning ichida birisi bor. Shu turlarning ichida emgak kuchi chiqarish kelishimi hammadan diqqat qo'zg'aydi u nuqta. Ya'ni bizning Sharq Turkiston emgak kuchi chiqarib biz yerda qul ashada xuddi qo'tanga so'langan qo'ylardek xohlagancha xalqimizning yosh o'g'il qizlarimizni ham turmining ichida ham sirtida hatto vatanimizdan eshib Xitoyning o'lkalariga nurg'un yerlarga majburiy emgak bekorlik ishchilik olib u yerda ya'ni dunyoda inson olmaydigan bir haq berdim degan taqdirda eng to'van haq bilan Xitoylarga bo'lsa aslo ishlamaydigan shaklda bechora xalqimizni, yoshlarimizni, sanoqsiz kishilarimizni ham vatanimizdan ayirib muhitdan ayirib butunlay xitoylashtirish ham u yerda qul qilib ishiltish uchun Xitoy o'lkalarga oladi. Bizning vatanning ichiga bu yerdagi qilib qolganlarga aram yo'q. Bu yerdagi butun nurg'un shirkatlarni bu yerga taklif qilib vatanimizning hamma yerlariga bulung pushqoqlarga o'rinlashtirib bu yerda xalqimizni nomussizlarcha emgak kuch chiqarish kelishimini imzolatib uning keyindan ayati xalqimizni bekorlik o'rnida ishlatib va nomussizlarcha Şinjan'a yordam berish degan narsani nomussizlarcha qo'ya oladi. Mushundaq axloqsiz pastkash maxluqlardir bular. Buni tushunishimiz kerak hamdi. Bu qolgan tafsilotning hech birini deyishning hojati yo'q. Bu darajada hamdi. Mushunda yo'lsizligini, beshamlikini to'xtovsiz holatda qilyapti. Alloh subhanahu va taolo bu mal'unlarningki, bu tajovuzchilarning bu haddidan eshishiga to'xta deydigan kunlarmi, minutlarmi albatta keladi. Ishonchimiz komil.
ve bugünkü haberlerimizin nurgulluğun Xitayga berilgen taraftan berilip atkan jaza, Xitayning aşkarlangan beşemlikleri hemmisi körüp durupdymyz yani. Xitay her kança tipirlisimi, her kança cinayetini yoşuruşqa tirişsimi, bu herkes devam kılmaydı uzun müddetkice.